Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Mizi.com YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bu videoda biz domen haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni nimaga bizning Shopify do'konimizga domen sotib olish juda ham muhim. Ko'pchilik Shopify'ning ichida domen sotib olish imkoniyati borligi bilmagani uchun tashqi hostinglardan domen sotib o'tiradi, lekin bu ortiqcha xarajat, chunki siz domendan tashqari email forwardingga ham pul to'lab borasiz. Agar GoDaddydan sotib oladigan bo'lsangiz, domendan tashqari siz email forwardingga $8 to'lab borasiz. Email forwarding nima degani? Misol uchun, men mijozman va meni buyurtmam vaqtida kelmagani uchun men qayerga murojaat qilaman. Misol uchun shipping policyga kirib o'qib chiqaman yuridik taraflarini va qaysi muddatda menga buyurtmam keladi. Buning uchun sal pastroqqa tushganimizda customer service email to shipping, ya'ni shu narsa yozilgan bo'ladi. Shipping sabachka siz do'koningiz nomi, shu ya'ni adresni yozilgan bo'ladi. Bu ko'proq brendingga taalluqli, lekin email forwarding nimada yordam beradi? Shippingdan sizga sizni shaxsiy mailingizga boradi. Ya'ni siz o'zingiz do'koningizda shaxsiy mailingizni yozib o'tirmaysiz. Ya'ni eng muhim joyi va siz bilasizki, qaysi muammo bilan mijoz kelganligi. Misol uchun shipping bo'lsa, bu yetkazib berish bo'yicha qandaydir bir savollar yoki refund bo'lsa, bu qaytarib olish pulni. Info bu qo'shimcha ma'lumot sotib olish. Ya'ni shu juda ham muhim. Aynan Shopify'ning ichida domen sotib olish, ya'ni tashqi hostinglardan emas, chunki undan tashqari texnik tomonlari ham bor, uni ulash kerak, DNS almashtirish kerak, bu ortiqcha nima desam ekan, vaqtingiz ketib qoladi bunga ortiqcha. O'shaning uchun Shopify'ning ichida o'zi avtomatik ravishda hamma narsa verify bo'lib, connection bo'lib ketadi. Eslatib o'tamizki, Shopify'da shu domen sotib olganingizdan keyin 15 kunning ichida siz mailingizni tasdiqlashingiz kerak. Ya'ni shu Shopify qaysi mailga ochilgan bo'lsa, elektron pochtaga, o'sha pochtaga sizga xat keladi. Domenni sotib olganingizdan keyin verify'ni tugmasini bosasiz, bo'ldi. Ya'ni shu narsani 15 kunning ichida qilish kerak bo'ladi. Sabab nimaga domen sotib olish kerak? Birinchi sabab bu sizni firibgar deb o'ylab qolmasligi uchun sizni mijozlaringiz kirganda bir qanaqadir subdomen emas, harflar bilan yozilgan .myshopify.shop.com misol uchun son harfli aralash yozilganda, keyin .myshopify.com deb yozilgan bo'lsa, bu juda ham bir qanaqadir firibgarlarni domeni bo'lib qoladi va brending tarafdan ham bu juda ham zarar keltiradi agar sizni do'koningiz va sizni domeningiz bitta nomda bo'lmasa. Ikkinchi sabab va eng asosiy sabab bu to'lov tizimlari. Ya'ni Stripe yoki PayPal yoki Shopify Payments bo'ladimi? Ulayotganingizda sizdan to'lov tizim qaysi havoladan pul tushishni ko'rsatishingizni talab qiladi. Ya'ni agar sizda subdomen bo'lsa, sizni bargam keyinchalik to'lov tizimi avtomatik ravishda firibgar deb aytish mumkin, chunki bunaqa narsalarni ko'proq bot tekshiradi va sizga juda ham ko'p vaqt ketadi sizni to'lov tizimingizni keyin blokdan chiqarib olish uchun. O'shanga domen sotib olish bu juda ham muhim narsa. Ko'pchilikka qimmat bo'lib tuyulishi mumkin, lekin qanaqasiga qimmat bo'lishi mumkin. $10-15 narsa 1 yilga sotib olasiz. 1 oyga emas. Misol uchun Shopify'da 3 oydan keyin siz $1 dan to'lamaysiz, $32 to'lab borasiz. Bu yerda esa siz domenga 10 yoki $15 to'laysiz. Ya'ni bu 1 yilga bu. O'shaning uchun bu juda ham muhim domen sotib olish. Domen sotib olmasdan turib savdoga chiqqan dropshipperni men hali ko'rmaganman. Agar unaqa dropshipper bo'ladigan bo'lsa, bu firibgar bo'ladi, bo'ldi. Ya'ni boshqa nima desam ekan, boshqa sabab yo'q. Ya'ni ikkita sabab. Birinchisi bu sizni brending tarafdan va mijozlaringiz sizni firibgar o'ylab qolmasligi uchun, ikkinchisi bu to'lov tizimiga tegishli sabab bo'lgan. Agar savollaringiz bo'lsa,
Telegramimizga yozing Mizyukom support va o'zingizni sifatsiz bilimlardan ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.